Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 16-iyul kuni o'tkazilgan elektr yig'ilishida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan mamlakatimizda mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. Viloyatning Qiziriq tumanidagi Do'stlik mahallasi tuman soliq inspeksiyasi boshlig'iga biriktirilgan. Ayni paytda ushbu mahallada obodonlashtirish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Ta'mirtalab xonadonlarning tashqi ko'rinishi hasharchilar ko'magida tartibga keltirilib, zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Mahallaning ko'chalari va aholi yashash hududlari obodonlashtirilmoqda. Daraxtlar oqlanib, ariq va latoklar chiqindilardan tozalanyapti. Do'stlik mahallasida tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i biriktirilgan. Mahalla fuqarolari hammasi birlashib mana birgalikda shu mahalla obodchiligida xizmat qilib yuribdi mana. Mahallamizga mana tarihlarimizga suvlar kelib qoldi, ko'chalar asfalt bo'ldi. Shu mahallamiz kun sayin shu mana obod go'shaga aylanib bormoqda. Shu bilan birga tuzilgan ishchi guruh mahalla hududida xonadonma-xonadon yurib, fuqarolarga tomorqadan unumli foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar bermoqda. Eng muhimi, mahalla ahli ham ushbu ezgu tashabbuslarda faol ishtirok etyapti. Amalga oshirilayotgan ishlar samarasi esa yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, eng avvalo mahalla qiyofasi va odamlarning kayfiyatida yaqqol namoyon bo'lmoqda.